Apu qilish intayin qiyin. Ammo apu qilmaslik bo'lsa, kibrlikdandir qarindishim. Halbuki apu qilish bo'lsa, axloqlarning eng yuksak saviyasidir. Hammamizga tunishliq mashhur bir hikoya. Ali raziyallohu anhu bir kuni oldirab mang'anida bir chumiliga dastlab soladi va uni qaytadan mang'izish uchun xili uzun hapilishidi. Ammo bu chumila yana mang'almaydi. Hazrati Ali buningdan intayin bearom bo'ladi. Ko'ngli shunchalik yerim bo'ladi. Shu ishdan keyin Ali raziyallohu anhu payg'ambarimizni tushida ko'rdi. Payg'ambar alayhisalom Ali raziyallohu anhuga tasalli berib, chumilaning Alloh taologa Hazrati Ali menga qasdan dassimidi, uni apu qilgin deb yolvorib duo qilganligini deb berdi. Hazrati Ali'dek büyük bir sahabımı kichikkina bir chumili meni apu qilarmı, apu qilmasmı degan dardga tushgan yerda biz har kuni nurg'unlagan qatim ota-onamizning, do'st yoranlarimizning, urug' tuqqanlarimizning ko'nglini og'irtib qo'yibmi yana beparvo, g'amsiz yurimizmi? Bu haqda so'g'uqqonlik bilan o'ylanib boqaylik qarindoshlar. Buyukligiga aqlimiz yetmayotgan bu dunyoda bizlar ko'nglini og'irtib qo'ygan yoki bizning ko'nglimizni og'irtib qo'ygan birileri albatta bo'lishi mumkin. Bo'lgan ish bo'ldi. O'tgan kunlar o'tib ketdi-ku. Ko'pinchimiz odat qilib olgandek, shundoq mening to'g'ri deb o'tib ketdik-yu, hech orqamizga qarab boqmadik. Ajiba, orqamizda birarsining ko'nglini og'irtmagan, biror do'stimizga azor bermagan yoki ota-onamizning ko'ngliga keladigan biror so'zni qilib salmaganmidimizmi? Shundoq, apu qilish intayin qiyin. Ammo apu qilmaslik bo'lsa, kibrlikdandir qarindishim. Birovni apu qilolmaganlar balki shu kibrini tashlay olsa, apu qila olishi albatta mumkin. Musulmon qarindishi g'azab nafrat qilish, adovat saqlash hech bir zaman hech bir kishiga foyda manfaat elib kelgan emas. Halbuki apu qilish bo'lsa, axloqlarning eng yuksak saviyasidir. Apu qilish demak kishining o'zini Alloh taolo yaratgan mahluqotlarning eng sharafli ekanligini bilmakdir. Undaqda apu qilish bilan nimalarga erisha olamiz? Apu qilish ranjishni, ochiqlanishni, g'azab nafratni, intiqom olishni, qarshi tarafni jazolashni yengadigan bir fazilatdir. Apu qilish orqali birovning xatoligini tuzalmasligimiz mumkin. Ammo qalbimizdagi ochiqni tuzalaymiz va g'azab nafrat turmusidan qutula olamiz. Payg'ambarimiz bu haqda "Man la yarham la yurham." Rahim qilmagan kishiga rahim qilinmaydi deydi. Demak, apu qilishni bilmagan kishi apu qilinmaydi. Gunohlarga tushib qolishdan saqlanmagan kishi bo'lsa, taqvolik yo'liga boshlanmaydi. Bizga qarshi xatolik o'tkazgan kishi har vaqt xatolikka tushib qoladigan yoki bizga yomonlikni o'ylaydigan kishi bo'lishi notayin. Dal aksicha bo'lganda, yuziga qaramasdan, salomini ilik olmasdan adovat saqlab yurgan ish shunchalik kichik, eg'izga olg'usiz bir ish bo'lishi mumkin. Aslida apu qilish adovatni, o'chmanlikni yo'qotadigan, ko'nglimizning rohati, huzuri va hurligidir. Chunki apu qilmay, yana adovat saqlab yurganimizda qalbimizda o'chmanlik o'tlari texmi yolqinjab, bu yolqin bizga musulmon qarindishimizni shunchalik kichik bir xatolik sababli o'chkirishga apurdi-da, Allohning g'azabiga duchor bo'lishga sabab bo'ldi. Shundoq insonlar har zaman gunohni, xatolikni qarshi tarafdan izlaydi. O'zining o'ylig'ini bo'yicha hukm chiqarib xatolashidi. Yuqorida biz apu qilmaslikni kibrlikdan dedi. Shundoq, apu qilishni bilmagan kishining qalbi qattiq insondir. Apu qilmay uzartgan siri qalbi texmi qattiqlashidi. Apu qilishdan qo'rqish bo'lsa, apu qilmaslik, apu qilishni o'z nafsiga to'g'ri shaklda tushuntirilmaganlikdan, shaytonga aldanganlikdan kelib chiqadi. İnsanlar şu nefsinin kayniga kirib bir-birini ranjitadi. Balalar ota-onalarini, qarindoshlar bir-birini, do'st yoranlarmi ham shundoq. Bu nima degan echinishlik bir haqiqat. Biz apu qilmagan o'sha insonlar bir zamonlar hayotimizning eng qimmatli yerida edi. Balkim ular bilan eng qimmatli ishlarni, eng qimmatli planlarni tuzgan bo'lishimiz mumkin. Bularni o'ylagan siri odamning ko'ngli texmi yerim bo'ladi. Halbuki apu qilish nihoyat yuksak fazilat, nihoyat keng qursaqliq, nihoyat yo'g'on bir eshikdan chiqishning ifodasi. Apu qilish izzatdir. Alloh taoloning axloqidir. Kunimizda apu qilolmaslik shunchalik qiyin bir holga kelib qoldiki, bu sohada tadqiqotchilar jiddiy bir izlanishga yuzlandi. Olimlar apu qilishni bilgan insonlarni aktiv, hissiyotli, masalalarga to'g'ri tarafdan qaraya oladigan kishilar degan yakunni chiqardi.
Chunki apu qilish hamma narsaga keng qursaqlik bilan muomala qilishni ko'rsatadi. Shuningdek, apu qilish insonning o'zining mavjudligini bilishni ko'rsatadi. Apu qilish yana tafakkur dunyomizni texmi boylashtiradi. Har kuni o'zidan hisob elib turadigan, kishilarni apu qilishni odatiga aylantirgan kishi bilan orqasiga hech qarabmi qo'ymaydigan kishining pishib yetilishi o'xshash bo'lamdi. Apu qilish va kechirim qilish bo'lsa, insonlarning xarakterida buyukligining ifodasidir. Ajdodlarimiz apu qilish buyuklikdir deb nima degan to'g'ri aytgan. İntiqomdan voz kechgan, adovat saqlamagan, apu qilish va kechirim qilishni bilgan inson nafsining zanjirini shaytonga topshirmasdan qo'lida tutgan insondir. Apu qilishni bilgan inson sexiydir. Apu qilish adovatdan, o'chmanlikdan va intiqomdan iborat buyuk yukdan qutulish demakdir. Jamiyatimizda yuz berayotgan ma'lumotchilikning bir sababi bo'lsa, insonlarning bir-biriga, hatto tashkilotlarning bir-biriga qarshi adovati, kibri, o'chmanligi emasmi? Qo'limizni nega sunsak asrlar avvalgi o'chmanlik ustimizga yepishidi. Apu qilish uchun qarshimizdagi kishini tushunishga urinib baqdiqmi? Mehr shafqat ishqining qo'ng'uruqini chalayli qarindoshlar. Chunki apu qilishda nurg'unlagan mehr shafqatlar bor qarindoshlar. Kilinglar, hammamiz o'lim farishtasi bizning ishkimizni chekishdan burun bir-birimizni apu qilib olaylik. Biz bir-birimizni apu qilaylikki, Alloh taolomu bizni apu qilsin. Chunki Alloh taolo eng buyuk apu qilguvchi va apu qilguvchilarni eng yaxshi ko'radigan zotdir. لأجلك يا ربي نسعى بلا توان وتحلو